qayni uradigan bo'lib qoladi yosh katta bo'lgandan keyin. Bu nima tufayli yuzaga kelar ekan? Optik travmasidan tashqari xafa bo'lish, xronический stress. Erkak kishilarda xronический stress juda ham ko'p uchraydi, chunki ular har xil ishidagi, boshqadagi har xil kelishmovchiliklarga, har xil netopoложениyalarga uchrashadi va ular kelib uyiga kelib hammasini oilasiga, xotiniga voy menda bunaqa bo'ldi deb aytib bermaydi, ichiga yutadi erkaklar, to'g'rimi? U biza isterika qilib, ha bunaqa bo'ldi deb chiqarib yuborishimiz mumkin. O'sha tufayli yurak xronический stressda bo'ladi, yurak xafa bo'ladi, perikard jmatsiya qilgan bo'ladi. Bu jmatsiya qilgan narsa nima bo'ladi? Oshqozonni mana shu eshigi sfinkterini ezib qo'ygan bo'ladi. O'sha tufayli bu unda ochib qolgan bo'ladi. Постоянно yoqqa kirib chiqaveradi желчь. O'sha tufayli ularda постоянно jig'ildon qaynaydi. Bu xronический stressdan kelib chiqadi. Tushundinglar? Nima qilishadi? Faqat o'shanaqa davolayverishadi. Har xil narsalar ichib yuraveradi, lekin yurakni davolamaydi. Shunaqa erkaklarda ko'rsanglar bo'yni ham kalta bo'lib qolgan, bo'yi qolmagan bo'ladi. Erkaklarda asosiy bo'yni qalin bo'lib kalta bo'ladi, bilasizlarmi? Chunki ular постоянно stresslarga uchrashadi ishi davomida. Butun oilani boqish, uni mas'uliyati baribir erkaklarga salbiy ta'sirlar ko'rsatadi. Unaqa bo'lishadi ko'pincha. Unaqa bo'lishmasa ham, omonda turishgan bo'lsa ham, ko'pincha ayollarda ham unaqa bo'lib qolgan bo'ladi, erkaklarda-chi ma'mulroq bo'ladi, lekin bundoq bo'ladi. Bunaqa. E'tibor berganmisiz, shunaqa bo'ladi. Nima tepada? Bo'yi yo'q. Yurak spazmirованный.